Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Dukent qo'rg'onidan 24 sotixli 6 ta katta xonalar bilan uchastka topib qo'ydik. Renterga keladigan bo'lsak, shundoqqina Qorabog'dagi Nekruzdan 1 kilometr tepaga chiqqanda, qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda uzungina bir yo'lakchamiz kutib oladi. Shundoqqina o'ng qo'limizda katta bog'lari, mana ko'rib turibsiz, salqingina teraklarni ekib qo'ygan. Undan o'tganimizda bu yoqqa 6 xonali vremenkali uylarni solib qo'yilgan. Hamma shart-sharoitlar bor, gaz, svet, suvlardan umuman muammo yo'q. Dokumentlari hammasi joy-joyida ekan. Shunda egalari do'ppini olib turib shunda otgan. Bu yo'q oxiri ko'rinmayapti. Tushgan joyiga borib turib yana bitta qaytarib otgan. O'sha joyi oxirgi tochkasi. 24 sotix, shunda bu yoqqa oxiri ko'rinmayapti. Bu yoqda hamma sharoitlar bilan 6 xonali uylarni solib qo'yilgan. Bu yoqda ko'rib turibsiz, mana ko'chada bemalol yozgi kunlarda mazza salqingina tapchanlarni joylashtirib qo'yib qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Bu uchastkamizda bemalol mol-hol bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimiz uchun juda ham ideal variant, chunki 24 sotix, bu yoqda yashash uchun xonalari ham bor. Bu uyimizga egalari 89 ming narx so'rashyapti. Bizni nomimizdan chiqsalaring yana kelishtirib beradigan joy bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Dukent qo'rg'onidan shunaqa katta uchastka qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.